Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 3 xonalik uyimiz. Mansarda, bog'i shamolda, ular расположенияsi zo'r. Bu bitta deskisi. Deski глухой. Bu взрослый спальня. Взрослый спальня полностью mebel bilan jihozlangan. Oynacha deskiga chiqadi. Ko'rganingizdek. Bu bitta studiya, har kun o'tirib ovqat yeydigan joydek qilib qo'ygan. Bu yoqda kuxnisida холодильник, двухконтурный котел, общий теплый пол, gaz plita, вытяжка, стиральная машина, hamma narsasi bor. Отдельно bitta oynasi ham bor. Bu komnatani yopsa ham bo'ladi. Yopib turganda bu tomonda bitta zali ham bor. Ko'rganingizdek, bitta kattagina zal qilgan. Полностью mebel qilgan, televizor qo'ygan. Bu tomonda ikkita eshigi bor, balkonga chiqadigan. Balkoni kattaroq. Bu ko'chamiz Tiboni yo'li bilan kirgan tomonda, bu tomon stomatologiyaga chiqadi. Mana ikkita katta eshigi bor zalda. Endi bitta sanuzilni ham ko'rsataman. Bu kladovkachasi. Bu tomonda esa sanuzil. Vanna, unitaz, rakvina qilib qo'ygan. Agar biron kishiga qiziqqan bo'lsa, pastda nomer telefon qoldiraman. Telegramda yozsalaringiz bo'ladi, yo telefon qilsalaringiz ham bo'ladi.